Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barliq qarindoshlar, Alloh salom va ma'rifat barkat olsun. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 67-cho'nguna varislarga ziyonlilik vasiyat qoldirish. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Bu vaqtda Alloh taolo sura Nisoning 12-oyatida mundaq deydi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'linib bo'lgandan keyin ilib beriladi. Miros qoldiruvchi odamning vasiyati varislarga ziyon yetkazmaydigan bo'lishi kerak. U Alloh tomonidan qilingan tavsiyadir. Alloh hammaning bilguchidir, alimdir, ya'ni amriga xiloflik qiluvchilarni jazolashga oldirab ketmaydi. Sura Nisoda Alloh taolo mana bu oyatni nozil qilgan miros haqidagi oyat. Shuningga inson o'zining varislariga miros qoldirganda varislarga ziyonli holatda vasiyat qilsa bo'lmaydi. Agar miros qoldiruvchi odam mirosxo'rlarga ziyon yetkazadigan shaklda vasiyat qoldirsa, bu vasiyat inovatsiz bo'ldi. Chunki Alloh bunda qilishni ma'ni qilgan. Alloh ma'ni qilgan ekan, uningki varislarga ziyonli holatda qoldirgan vasiyati Allohga osiylik qilgan bo'lib, inovatsiz bo'ldi. Shariatda bunday vasiyatni kuchga emas, ega emas deb qaraydi. Alloh taolo sura Nisoning 13 va 14-oyatlarda miros haqida yana mundaq deydi. Ana shular, ya'ni Allohning bandalarining amal qilishi uchun belgilab bergan yuqoridagi ahkomlar Allohning qonunlaridir. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladi ekan, Alloh uni ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlarga kirgizdi. U yerda mangu qoladi. Bu cho'ng muvaffaqiyat qozonishdir. Kimki Allohga va payg'ambarlarga osiylik qilib, Allohning qonunlarining sirtiga chiqib ketadigan, Alloh uni do'zaxga kirgizdi. U do'zaxda mangu qoladi. Xo'rlig'ichi azobga duchor bo'ladi. Mana bu Allohning kalomi bo'lgan Qur'on Karimdagi Allohning so'zlari. Bu yerda Alloh taolo yuqoridagi sura Nisoning 13-oyatidagi belgilangan qonunlarga kimki xiloflik qilsa, hamda kimki Allohga va uning payg'ambarlariga itoat qilsa, Alloh uni ostlaridan sular o'tib turadigan jannatlarga kirgizib qo'yadi. Mangu qoladiganligini bayon qilyapti. Kimki Alloh va uning payg'ambarlariga osiylik qilsa, uni do'zaxga tashlab, do'zaxda ig'ir azobga xo'rlik qilganligini bayon qilyapti. Bu yerda yana eskartilgan bir muhim masala bor, qarindoshlar. Alloh taolo bu yerda Allohga va uning payg'ambarlariga itoat qilsa yoki qilmasa deb turib bayon qilyapti. Shuningga bizningki hozirgi jamiyatimizda paydo bo'lib qolgan bir turkum hadisni inkor qiladigan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini inkor qiladigan, biz payg'ambarni inkor qilmaymiz deb turib inkor qiladigan, payg'ambarning rasullarga itoat qilamiz, nabiylarga itoat qilmaymiz deydiganlarniki Qur'onga itoat qilamiz deganning yolg'on, saxtbazlik ekanligini bu sura Nisoning 13-14-oyatlar isbotlab turibdi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladi ekan deydi. U yerda asan bo'lib payg'ambarning ba'zisiga itoat qil, ba'zisiga itoat qilma, yoki payg'ambarning oldi tarafiga itoat qil, keyin tarafiga itoat qilma, yoki ustiga itoat qil, ostiga itoat qilma demadi. Payg'ambar Alloh tanlagan, Allohning payg'ambarlari, Alloh tanlagan. Onu bir to'rt ozg'inga tanlab deb 1400
40 yildan keyin sen bekitpa deb tashlab qo'yganim emas. Alloh taolo burilib tanlab bu 1400 yil bo'g'ilib bizning Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam kelib bu Qur'on nozil bo'lib tamomlangan bo'lsa, uningdan burungi payg'ambarlarmi ba'zan rivoyatlarda 25 ming payg'ambar deysiz, ba'zilarda 125 ming payg'ambar bor deydi. Alloh biladi. Qur'onda 25 payg'ambarning ismi tilga ilingan. Bularniki kimga itoat qilish, qaysini itoat qilmaslikni Alloh o'zi belgilaydi. Chunki Alloh o'zi bu qilib, Allohning so'zida aniq qilib itoat qilsang, qiyomatda muvaffaqiyat qozongan bo'lsan, itoat qilmasang, xo'rlovchi azobga duchor bo'lsan deydi. Shunga qarindoshlar, shekar yalatgan gaplarni qilib, shekar erib ketsa, bizni mangulik zaharlaydigan odamlardan o'zimizni nere tutishimiz, unda odamlarniki aldam xaltasiga tushib ketmasligimiz kerak. Bunga qattiq diqqat qilmasak, azob chekuvchi o'zimiz bo'lib qolamiz. Mujohid mundoq deydi: kimki Alloh va uning payg'ambariga osiylik qilib, Allohning miros haqidagi belgilamalariga unimaydi ekan, Alloh uni do'zaxga tashlaydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu kimki Alloh taqsim qilgan narsaga rozi bo'lmay, Allohning deganlariga xiloflik qilsa, Alloh uni do'zaxga kirgizadi deydi. Kalbi mundoq deydi: kimki miros haqida Alloh belgilab bergan narsaga rozi bo'lmay, hadini eshib, Alloh cheklagan ishlarni halol sansa, Alloh uni do'zaxga kirgizadi, u do'zaxda mangu qoladi, xo'rlovchi azobga duchor bo'ladi deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana mundoq deydi: Alloh taolo har qanday haq egisining haqqini belgilab berdi. Shunga mirosxo'rga vasiyat qoldirish yo'q. İmam İbn Majah, İmam Tirmizi, İmam Abu Davud ve İmam Ahmed rivoyat qilgan, İmam Albani sahih degan sahih hadis. Chunki Alloh taolo har qanday bir odamning haqqini belgilab bergan, mirosni qanday taqsim qilish to'g'risida Qur'oni Karimda aniq belgilama bor. Shu bo'yicha taqsim qilinadi. Bu yerda deyiladigan, unga vasiyat qoldirishning hojati yo'q. Qur'onda aniq belgilangan shu belgilim bo'yicha taqsim qilsa bo'ladi. Agar miros qoldiruvchi mirosxo'rga ziyonli holda vasiyat qoldirgan bo'lsa, shariatda uning vasiyati inovatsiz bo'ladi. Shunga qardoshlar, bu masalalarga ahamiyat berishimiz kerak. Biz navoda umrimiz oxirlashib, bizningki mol-mulkimiz shu varislarimizga qoldirishga to'g'ri kelib qolsa, Alloh taoloninki kalami Qur'oni Karimda qanday belgilangan bo'lsa, shu bo'yicha qilishimiz kerak. Undan sirt ishni qilib qo'ysak, biz jon bergandan keyin Allohning dargohida azob qolamiz. Alloh taolo barliq qarindoshlarimizga hidoyat qilsin, to'g'ri yo'lga boshlasin, o'ziniki ko'rsatgani bo'yicha ma'nodan chekligini tark etadigan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari bo'yicha yashaydigan ahli sunnat va jamoat qarindoshlarimizni qilib bersin. Darslarimizni barliq qarindoshlarimizga Alloh taolo manfaat qilib bersin.